Assalomu alaykum Behruz aka, yaxshimisiz? Salomat. Azizlar, assalomu alaykum. Bugun obzorda Cherry Tiggo 2miz bir boshdan sizlarga ko'rsatib, tushuntirib o'tamiz, inshaalloh. Так, все понятно, да? Davom etamiz. Bu avtomobilimiz xudo xolasa xalqimiz ishonchidan sekin-sekin joy olayotgan, qalbidan joy olayotgan kichkinagina mini crossoverimiz bo'ladi. Shu gap biz avtomobilimizni xudo xolasa mana Rustam ukamiz chiroyli qilib obzor qilib tushuntirib beradi. hamma gaplaringizga, barchasiga, ya'ni qo'shilaman akajon. Kichkina demang bizni, ko'tarib uramiz sizni degan gaplari shu mashinaga tegishli akajon. Keling, masdan ichidan, boshidan ko'rsataman. Azizlar, ishlarini ko'rib o'tiribsiz. Polni kojinniy salon. Material emas, ya'ni siz lishni rasxod qilib o'tirmaysiz mashinani olgandan ko'ra. Arqalari ham juda ham keng. Arqalarini qarang. Bemalol mana o'z bo'yim 180, 170 nechi, bemalol kenggina o'tiribman. Salon полностью приятный. Kojasi ayrim mashinalarni bilsalaringiz, kojasini hidi bor. Bu mashinada esa umuman unaqa hidi yo'q. Bagajlarga keladigan bo'lsak, bagajini объемini ko'ryapsiz aka. Bemalol 2 kishi sig'adi bagajiga yana aka. Qo'shimchasiga dakatka ballonlari akajon, zapaskasi. Propan qo'ya olamiz-da. Propan bemalol qo'yaveramiz. O'zimizda xizmat, propan qo'yish xizmati ham bor. Garantiyadan chiqmagan holda, plus propanning o'zini yana 5 yil garantiyasi bo'ladi akajon. Keling, endi rulga emas, shturvalga o'tirasiz akajon. O'tirib bemalol maqsangiz bo'ladi akajon. Polni rullari buni elektronniy akajon, elektronniy. Start stopda buni qarang, yana lyuklarigacha bor akajon. Yana nima kerak sizga aka? Lyuklarigacha bor, zadniy kameralari. Tormoz bosib zavat qilsangiz bo'ladi aka. Hammamizga nasib qilsin bunaqa mashina akajon. Zadniy kamera, cruise kontrollarigacha bor aka. Apagrave deysizmi? Shu videoni kommentiga yozib qoldiringlar yoki bittadan like bosib qo'yinglar. Da, bu narsa обязательно, chunki biz qilayotgan mehnat qanaydir baholashsalar juda ham o'zimizga приятно bo'ladi. Shunday. Motorni ham обязательно. Motori bu yerda уже akajon 1 turbo 3 porshinda Nemesis komponentlar bilan qo'shib chiqarilgan motor. O'zi elektronikasi polni bo'sh, turbina dvigatelda. Bu degani ekonomичный juda ham mashin. O'z 100 taga rasxodi 603, 6 litr ichadi aka. Shaharning ichida juda ham ekonomичный mashin. Elektronikasi polni bo'sh aytib o'tganimda, faralarini ko'ryapsiz aka, polni LED faralar akajon. Akkumulyatorlarigacha da. Ko'rib o'tiribsiz, mashin umuman danliga ham, shaharning ichiga ham umuman sizni azob bermaydi. Bemalol любой joyga bosib ketaverasiz. Juda ham ixcham mashin. Ko'p kishi mayda deydi, lekin o'zi mayda bo'lgani bilan ko'rinishi bag'ri keng mashinlardan bu aka. Bemalol ichiga sig'ib qulaygina o'tirsalaringiz bo'ladi. Narx Oilalar uchun, ayollar uchun va ana endi yangi xudo xolasa avtomobil xarid qilayotgan, birinchi avtomobil xarid qilayotganlar uchun xudo xolasa ideal tanlovchi bo'ladi. Da. Idealniy, chunki avtomat полностью и eng zo'r funksiyalaridan yana бесключевой dostuplari, ключdan zavat bo'ladi mashin. Endi bu plus aytib o'taman informatsiyasiga. Atak juda ham ixcham mashin. Shaharga bilasiz, endi Buxoro sharoitida taksilar qitdi derskirib haydaydi akajon. 2 metr joycha bo'lsam, sразу kirib oladi. Bu shunaqa joylarga avariyni nimalardan yaxshi bu mashin, chunki gabariti ko'p katta emas. Besonoq emas, ixchamgina qilingan. Shahardan tashqariga ham eng zo'r mashin shu aka. Narxi juda ham arzon. Hamma usloviyasi bor. Рассрочка desangiz, рассрочка, kredit desangiz, kredit. Keling, ana endi Imtiyozli desangiz, imtiyoz. ustida xudo xolasa narxini nima deydi? Usloviyalarini xudo xolasa gaplashamiz. Mana shu yerga kelib qancha pulni shunga qo'ysalar, qanaqa usloviyalar bilan chiqarib beramiz. Boshlang'ich to'lovsiz ham bor. Faqatgina MCJlari bo'lishlari kerak. Shu holda boshlang'ich to'lovsiz yurilitsoga chiqarib beramiz 0% da akajon.
0% boshlang'ichda. Uslubalar juda ham ko'p. Eng optimallisi, eng masalan. Eng optimallisi ko'pchilikka ma'qul keladigan bu imtiyozli kreditlar. Yilini uzoq muddatga qilib, foiz stavkalari juda ham past, ya'ni 1% dan 17% gacha. Ya'ni boshlang'ichingizga qarab foizlari o'zgaradi masalan. Yo'q, foiz kerak emas. O'zini pulini shunday bo'lib beraylik deganlarga optimalni Optimalniy рассрочка aka 40% ni bersangiz 2 yilga chiqarib berib bilamiz. 2 yilga chiqaramiz. Masalan 30% ni berib 1 yilga qiynalib qo'yishlari mumkin. Shuning uchun 40% ni yoki yarmini beradigan bo'lsalar, Juda ham zo'r da. 2 yilga juda ham zo'r uslubalar arzon narxda chiqadi. Главныйsi o'zini pulini bo'lib to'lash. Hech qanday foiz, hech qanday prosentlar bo'lmaydi. Eng главныйsi ishimiz bir kunga emas. Ertalab kelsalar, obeddan keyin moshin bilan inshaalloh chiqib ketadilar. Bunga garantiya. Основной kredit tarixlari yaxshi bo'lishi kerak shu. Atak. Ustajon, bunga qo'shimcha nima jihozlar tavsiya qilasiz? Bunga endi bilasiz aka, benzinlarimiz nima deylar endi, sifati yomonroq. Shunga propan tavsiya qilaman o'zim, lishni aka. Propan aktani bilasiz, baland ancha. Shunga moshinga joniga jon qo'shiladi. Bunga yana radiator setka обязательно, radiator setka bo'lmaydi. Chunki o'zini zavoddan radiator setka keladi, обязательно radiator setka. Endi polik polik обязательно polik qo'yish kerak, chunki o'tirib yurgandan keyin nimasi ketadi, o'sha tag Karter защитниклari qilishlari mumkin masalan. Buni yana bitta zo'r nimasi aka, karter защитasi o'z zavod tomonidan ishlab chiqariladi, o'ziniki maxsus plasmas emas, temirlik bo'ladi aka buni, karter защиталari. Bu narsani olishga qo'shimcha xarajat qilishga Yo'q, qo'shimcha hech qanday xarajat qilib o'tirmaysiz, u zavod tomonidan o'zi shunday chiqadi aka. Hurmatdoshlar, avtomobilni qirilib chizilib ketmasligi uchun laminatsiyalarini, tashqi tomonlaridan old qismlarini, masalan, keramika polirovkalarini yoki nima deydi, broneplyonkalarni ham xudo xolasa o'zimizda hamma uslubalari bor. Juda ham arzon narxda, unaqa nima deylar, 2 barobar qimmat to'lamaysiz. Atak juda ham arzon narxda, почти ko'cha narxida qilib beramiz o'zingizga. Garantiyasi обязательно, garantiyada bo'ladi hammasi. Oldi va orqa balonlari mana diskli balonlarda turibdi, tormoz Sakadiska da. tormoz sistemalari ham diskda. O'zi zashitkalari bilan ham chiqqan buni qarang aka. Zavod tomonidan zashitkalari bilan chiqqan. Bu mashin shunday mashinki aka, bunga olasiz, Behruz aka, hech nima xarajat qilib o'tirmaysiz. Bir xarajat qiladigan shu propan qo'ysangiz, polik, tonirovka, tamom, boshqa hech nima xarajat qilib o'tirmaysiz. Qizig'i hamma narsani o'zimizda bitta shifra bilan tahlil qilishlaringiz. Shunday. Hammasi ichida, xudo xolasa, mana shu boshlang'ich to'lovlarning ichida chiroyli qilib chiqarib beramiz. Faqat men nomimdan kelsangiz, yana yaxshiroq qiling. Qayerga kelasiz? Adresimizni aytib o'tsak, adresimiz Stora Motion bozorining to'g'risiga Cherry Admaster. Shu yerda BYD, Kia, Haval hamma brendlarimiz bor. Bemalol kelib, ko'rib, tanlab, chertib olishingiz mumkin. O'zlarini novoda minib yurgan sal eskiroq, masalan, buni klassda sal pastroq mashinalar bo'ladigan bo'lsa ham bemalol. Bemalol olib kelsalar. Bera olamiz. Shunday. Главный yurak urib tursa bo'ldi. Gap siz. Hurmatdoshlar, niyat qilganmiz bitta shunday like bosib, unda qoldirib qo'yinglar. Xudo xolasa kelsalar, chiroyli uslubalar bilan avtomobildan chiqarib beramiz. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar. Ko'rganlaringiz uchun rahmat. Like обязательно esdan chiqmasin.